Ukam, bizni paytlarda 1-2 yil oldin vahshiy olish bo'lmagan. 8 tonna ichardik, maza qilib soyda cho'milaverardik. O'shalar paytlaringga kelib, uyatli bo'lib ketdi. Aka? Bumble. Iye, bizni qishloq qilotdan kelib olibdi bo'libdi. O Sultamat. Qalaysizlar valla? Qana so'rash bu? Tur yo'qol boshqatdanki, erkakga o'xshab so'rash. Salom alaykum. Apolvon, kuching ko'payib ketib qoldimi, qo'lliq qilyapsan? Aka. Vava. O'g'ilda qayerda yuribsiz? Amerikadan amakisi kelganlari surpriz. Dadam kelib turganingizni aytishgan yo'q edi. Zo'rinam aka, erkakchilik o'tiradi-yu, kechirasa, nima qilsam xursand bo'lasiz. 05 olib kelib beraman, olib bor akadan. Aka? Ha, o'rtoq Amerikadan kelibdilar. Bir osh-posh qilib bermaysizmi? Beramiz. Bir 3-4 kun kutsangiz, mishig'im tug'adi. Bir ular ikkovsini bitta qilib osh qilib beraman. Amaki, qayerda yuribsiz? Mana shu. Qana suv bu? Bu Lalanar amaki o'qishlarimizda turadi. Bilasizmi, yosh qiz? Qizlarda eng orzusiga yigitman. Abduqodir kofiyasini o'zimman. Rostana? Ha? Amaki, mana shu qiz sizga yoqdimi? Gaplashib beraymi? Ha, yoqdi. Ha, bo'ldi, qiz meniki deb hisoblayvering, ha? Hozir gaplashib beraman. Opolvon, 1 minutga. Siz ketavering, qizdan yetib olaman. Qani chingalchukda sachi polvon, chingalchuk. Qizni yutqizdi. Qanaqasiga? Shunaqasiga. Tezroq ko'p gapirmasdan uyingga ket. Bo'lmasa men o'z toshlaringni ham yutib olaman, uyingga yalang'och ketasan. Bo'ldi. Bo'ldi, tezroq yo'qol. Qizni yutib oldi.